Va hozirgi kunda ham ko'p ko'rilyapti. Mana Instagramda ham ko'raman, YouTube'da ham ko'rdim. Bitta rossiyalik hattoki mutaxassis ham ko'rdim. U lekin o'zi operatsiya ham qiladi va terapiya ham qilar ekanda, adenoidni terapiya bilan davolayapti va yaxshi natijalarga erishganlik statistikasini beryapti o'zini jarayonida-da. Va u endi ajratib bergan o'zi. Misol uchun qachon adenoid davolash, hattoki shu 3-stependagi adenoidni ham davolaymiz deyapti. Ma'lum bir muddat, agar o'sha muddatda kelgan natija bermasa, keyin operatsiya qilamiz. Keyin u ham sanagan endi misol uchun foyda zararlarni bir xil bo'ladi. Ota-onaning o'zi erinchoq, misol uchun toqati yetmaydi bolasini 1 oy 2 oy davolashga, vaqtida o'sha dorilarni berishga, protsedura qilishga, burniga qarashga o'zi vaqti yo'q yoki ota-onaning yoki hafsala qilmaydi. Bolada endi tabiiyki davolash foydasi yo'q-da. Bu bola endi burni bitganligi uchun sezayotgan asoratlar, anaqa ham o'zgarish boshlaydi, anatomический va bola orqada qolish boshlaydi kislorod yetishmaganligi uchun. O'shaning uchun mana hozir siz tajribangizda birinchi o'sha adenoid stepeniga qarab birinchi davolashni buyurasizmi? Misol uchun 1-2 oy qanaqadir davolash yo'llari bormi, terapiya? Keyin undan keyin natija bermasa operatsiyaga olasizmi yo ko'rdingizda bu 3-stepen yoki 2-stepen buni 100% operatsiya turib operatsiyaga darrov olasiz. Sizga shunisi qiziqroq oddiy qilib aytganda. Yo'q, har bitta bemorni masalan Shohruxga ketganlarida yaqin inson deb qabul qilaman. Bolam, jiyanim, akam o'g'lim misol uchun yoki ukam, akamni qabul qilaman. Buni to'g'ri savol berdingiz, risk operatsiyaga olasizmi? Birinchidan kasallik tarixi degan narsa bor-da. Bemor kelib ota-onasi aytibdi-da, bolam oxirgi oylar, ya'ni oxirgi 1 oyda nafas olish qiyin bo'lib qoldi. Oldin qanaqa edi? Yaxshi edi. Tekshiryapmiz, adenoid 3-daraja. Bizga belgisi ko'rinadi, ozgina qizg'ish, vaspalina bo'lgan belgilar, asoratlar bor, hali ham to'liq tuzalib ketmagan. Bu yerdan endi ko'pincha men o'tkir adenoidit bo'lgan, hali davolanishi jarayonida, ya'ni tuzalish jarayonida deyman-da, hozir kutamiz. Masalan, o'z dorilari bor, o'shani sepishga buyuraman, o'sha qilaman. Taxminan 2 hafta, 3 hafta kutib ko'raylik. Chunki oldin yaxshi nafas olgan bo'lsa, demak bunda yaqinda boshlangan o'stirik proses. Adenoidit, ya'ni tashqi muhitdan kiradigan infeksiya, shu bizani aytadigan burundagi go'shtga bevosita ta'sir qilib, uni razmerini kattalashtirib o'lchamini to'sib qo'ygan bo'lishi mumkin. 2 hafta, 3 haftadan keyin qayta tekshiramiz, agar o'sha narsa saqlanib qolgan bo'lsa, operatsiya ko'rsatma. Agar saqlanmaydigan bo'lsa, ya'ni o'sha kichkina joyi qaytgan bo'lsa, demak operatsiya qilinmaydi. Buni holati juda ham ko'p bo'ladi. Masalan, ko'pincha qachon operatsiyaga riskga olamiz? Qachon keldi ota-onasi misol uchun men so'rayman anamniz, ya'ni kasallik tarixi. Qachondan beri nafas olmaydi? Yo 2 yoshdan beri yaxshi nafas olmaydi. Hozir 4 yosh misol uchun. 2 yoshdan yaxshi nafas olmaydi, og'zini ochib uxlaydi, tez-tez shamollaydi. Ani qo'shinmi bolasi shamollamasa ham bu tez shamollab qoladi, u tuzalib ketadi, bu hali tuzalmaydi. Unda однозначно operatsiya qilinadi. Krayinskiy bu bo'lgan. Uni kutishga foyda yo'q-da. Masalan, yana 2 oy kutaylik, palon dorini olaylik. Masalan, oddiy hozir burunga spray sepadigan dori ham DKS deymiz. 100 ming, 120 ming, 150 atrofida turadi. Misol uchun, unda kamida 2 tasi olinadi. Eng kami. Bitta dorini aytaman, 300 ming pul ketyapti. Bola o'sha 2 oy kutamizmi deymizmi, 1 oy kutamizmi deymizmi, yana shamollab qolish xavfi bor. Chunki adenoid unda potensialniy, часто болеющий bolalar kiradi, yana shamollab qolishi mumkin. Shuning uchun men aytaman, qanchalik tez qildirsanglar, shunchalik o'zingizga ham, bolaga ham yaxshi deyman. Shuning uchun men har doim o'sha neytral bo'lishga harakat qilaman.